Kibr borligi uchun unga berilmayapti bugun. Uning pulida emas, uning fikrlarida. Va biz boy bo'lmasak ham, bizning qalbimiz boy. Kerak emas shu narsalar. Bular hammasini tagida kibr bor. Ketaverasiz. Ikkitasi, uchtasi o'xshab, to'rtinchisi albatta o'xshaydi. Oddiy o'tish kerak, bunga oddiy qarash kerak. Yo yutqizaman, yo yutaman. Bo'layotgan proses emas. Protsesda harakat qil, lekin meni kallamda nima turadi? Yutish yoki bo'lmasa shu yaxshi natija turadi. Zilapa qanaqa qilib kambag'al holatdan boy inson holatiga o'tish mumkin yoki ikkalasini bir-biridan ajratib turadigan qanaqa farqi bor shunaqa odamlarning? Ko'p eshitganmiz. Kambag'al bilan boyning farqi uning pulida emas, uning fikrlarida. Bilasizmi nima uchun biz o'sha kambag'allikka tushib qolamiz? 1-2 marta harakat qilib ko'ramizda o'xshamaydi-da, bo'lmadi o'xshamaydi deb bo'lamiz. Menga shunaqa yozilgan ekan deb o'ylaymiz. Menda ham o'xshamagan. Mana umuman pulim bo'lmagan. Holatim juda yomon bo'lgan. Birovning qo'liga qaragan, ota-onamning qo'liga qarashim, shu so'rashga ham shu o'zimda iymangama kibram bo'lgan. Kambag'allarda kibr bo'lmaydi deyishadi, lekin katta kibr bo'ladi. Men bilaman. Men juda ko'p kuzatganman. Puli yo'q odamda kibr, nima puli bo'lmasa, u kibr, zato unda kibri yo'q deyishadi, yo'q. Kibr borligi uchun unga berilmayapti bugun. Kibr ikki xil bo'ladi, yashirin bo'ladi va ko'rinadigan kibr bo'ladi. Ko'rinadigan kibr yo'q ekan degani bu insonning ichida kibr yo'q ekan degani emas. Siz o'sha o'zingizning yo'lingizda juda ko'p joyda boshingizda egish demayman endi. Gibki bo'lishingiz, egiluvchan bo'lishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Menda o'sha narsa bo'lganda, men bundan qilib o'tishimda mana o'xshamayapti-ku demaganman. Baribir kun o'xshaydi deganman. Harakatdan to'xtab qolgan odam siz aytgandek so'z kambag'allikka o'tib qoladi. Qanday qilib kambag'allikdan boylikka o'tish kerak degan savol berdingiz? Oddiy qilib. Не усложняйте, qiyinlashtirmaymiz siz uchun. Oddiy qilib. Siz to'xtamasligingiz kerak. To'xtasangiz qolib ketasiz. Siz shunaqa yugurishingiz kerakki, marraga kelgan payt bitta orqangizga qarasangiz, shuncha yo'lni bosib o'tgan bo'lishingiz kerak. Xuddi o'yindagi yugurishingiz kerak. Bunga berilib ham ketishingiz kerak emas, pulga, mol dunyoga. O'yindagi. Mana o'yin oxirida bilasiz qaysidir nima natijaga keladi. Yutqizish yoki yutish bo'ladi o'yinda. Oddiy har qanaqa o'yin bo'lsa ham. Hammasini nima azarti nimada yutishgacha oxiriga kirishib ketib biz o'yinni o'ynaymiz. Oxiri nima bo'lar ekan deb. Bu bo'lsin karta deysizmi, bu deysiz. Qumorlar hammasi nima? O'yinlar nima? Oxiri. Natija-ku. To'g'rimi? Yo yutqizaman, yo yutaman. Bo'layotgan proses emas. Protsesda harakat qil, lekin meni kallamda nima turadi? Yutish yoki bo'lmasa shu yaxshi natija turadi. Lekin siz o'yinligini bilasiz uni. Bu o'lim emas-ku, ichiga kirib olib. O'yinligini bilasiz. Telefonda o'yin o'ynasang ham kirishib ketsang, bilasan uni tugashini, lekin uni ichida bo'lasan qaysidir momentda. Sen o'sha pulga shunday qarashing kerak. Oddiy, xuddi o'yinga qarab, oddiy, lehko надо смотреть. Pul yengillikni yaxshi ko'radi. Uni qiyinlashtirmang. To'xtamasligingiz kerak. Bitta qildim, qana o'xshamadi emas. O'xshamadimi keyingisi o'xshaydi. Keyingisi ketaverishingiz kerak. Ketaverasiz. Ikkitasi, uchtasi o'xshab, to'rtinchisi albatta o'xshaydi. Oddiy o'tish kerak, bunga oddiy qarash kerak. Va biz boy bo'lmasak ham, bizning qalbimiz boy. Kerak emas shu narsalar. Bular hammasini tagida kibr bor. Zato bizning mamlakat yo'q, hammasini tagida kibr bor. O'sha boy odam qanaqa boy bo'pti ekan? Nima yeb ichar ekan? Nima harakat qilar ekan deb qaragin. Havas ko'z bilan qaragan odam hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Eshitmaydi deysizmi aka, siz havas ko'z bilan, niyat ko'zingiz bilan qarasangiz yuqorida kuch. Eshitmaydi deb o'ylaysizmi? Eshitishi aniq. 1000%. Men bugun sizda eshitmayapti? Demak, qayerdadir nimadir boshqacha ketyapti. Niyating pok emas. Ichingda kibringni tan olmayapsan. Bu oddiy hammasi. O'zing bilan o'zing qila olmayapsan.